Hozir urush yo'q. Tinchlik zamoni. Tinchlik bu xotirjamlik. O'yin kulgu, to'y tomosha. Tongda nur sochgan quyoshni tabassum bilan qarshi olish. Bu tinchlik. Внимание! Говорит Москва. Dadajon! Dada! Akamdan xat keldi. Urush boshlandi. Yo'llarimga ko'z tikkan mehribonim onam. Endi bu maktublarim sizlarga yetib bormasligini bilsam ham yozaveraman. Yaratgan egamdan yana sizlarni ko'rib, bag'rimga xushmoqlikni so'rab ko'nglimda bir umid ilinji borki, yozaveraman. Sen men bilan uzoqqa keta olmaysan. Ikkimiz bekorga o'lib ketganimizdan ko'ra, sen omon qolganing ma'qul. Seni xalq sayladi bolam. Xalq ishongan odam adolatni, haqiqatni unutmasligi lozim. O'z kelajagimizni o'zimiz qurishimiz kerak.